Haydovchilik guvohnomasi bormi? Yo'q, o'qimaganman. Toni apparatimiz biridan biriga 100% yorug'lik o'tkazyapti. Oldi yon oynalaringizni qoraytirish ruxsatnomasi yo'q ekan. 1699. 1683. Endi hurmatli haydovchi, sizga savol, nima sababdan hali haydovchilik guvohnomasiga o'qib olmasdan turib transport vositasi boshqarib yuribsiz? Nima deysiz? Yo'q, nima sababdan boshqarib yuribsiz? Haydovchilik guvohnomangiz yo'q ekan. Toni apparatimiz biridan biriga 100% yorug'lik o'tkazyapti. Oldi labovizga qo'yganimizda 70 va undan yuqori foiz yorug'lik o'tkazish kerak. 63. Milligilardan boryapti, vodiy beshi hozir. Oldilarimiz me'yordan ortiqchalik uchun. Farmoningiz bo'lsin. 47%. Ya'ni sizni audio an'analarningiz qoraytirish huquqini beruvchi ruxsatnomangiz muddati o'tib ketgan. Hurmatli haydovchi, bir marta mahrum bo'lgan ekansiz huquqingizdan, to'g'rimi? Haydovchilik huquqingizda. Ya'ni nima uchun boshqarib Bu yuribsiz? qaytarilmaydi-ku. Yo'q, bironta arzigulik sabab bormi shunga transport vositasi boshqarish? Yo'q, arzigulik sabab. O'zingizga tegishli xulosa chiqarib oling aka.